Ushbu kant tikilgan yostiq jildining razmeri 45 ga 45 cm da. Biz buni chetiga kant tikib oldik. Endi buni orqa tarafini zamoklik qilib tikishni videosini ko'rsataman. 45 ga 45 razmerdagi yostig'imizning orqa tarafini zamok tikadigan tarafimizni 45 ga 28 cm dan ikkita bo'lak qilib qirqib olamiz. Bunaqasiga 45, bunaqasiga 28. Ikkita bir xildan bichib oldik. Endi qarang. Buni bittasiga zamok tikishni hozir ko'rsataman. Materialni o'ng tomonini 4 cm qilib buklab olamiz. Material buklangandan keyin mana shu buklangan tomonidan 3 cm pastga tikib o'tamiz. Zakripka bilan boshlab 3 cm pastga tushamiz. Tushundingiz deb o'ylayman. Mana bu material 4 cm qayrildi. Endi tikishimiz 3 cm pastga tushdi. Meni kuzatayotgan ko'pchilik tomoshabinlarimiz bilishadi. Men ko'pincha mana shunday metrajli zamokdan ishlataman. Metrajli zamokka hozir sabachkamni o'tkazib olaman-da. Xuddi shu 3 cm dan keyin zamokni teskarichasiga, mana bunday turgan bo'lsa, bunaqasiga qo'yib tikishni boshlayman. Zamokni tikayotgan paytingizda materialni 4 cm da buklab, ikkita ost-ustini teng ushlab, salgina tortamiz. Uni ustidan zamok bilan materialni teng qo'yib, materialni tortib, zamokni esa salgina bo'sh qo'yib, tortib tikishni boshlaymiz. Iloji bo'lsa oldidan hamda orqa tarafidan tortib tikishni tavsiya etaman. Sabachkasi turgan joyda ehtiyot bo'lib o'tishingizni tavsiya etaman. Agarda sabachkaga tegib ketadigan bo'lsa, illangiz sinishi mumkin. Xuddi shunday oxirigacha tikib kelamiz, lekin oxirida 3 cm yetkazmasdan tugatishingizni tavsiya etaman. Ya'ni zamokni material tugashidan 3 cm oldin qirqib olib tashlaymiz. Xuddi boyagindek tegidagi materialni tortib, zamokni ustiga bo'shgina qo'yib, ya'ni tengma-teng qo'yib tikishni davom etamiz. Materialni oxirigacha tikib yuboramiz hamda oxirida zakripka beramiz. Mana biz materialni bitta tomoniga zamok tikib oldik. Endi bu yoq o'ng tomonini o'giramiz. Ikkinchi yonini tikishdan oldin materialimizni vorsiga qarab olamiz. Qaysi tomon vorsi teskari turib qoladigan bo'lsa, rangi ikki xil bo'lib qolish ehtimoli katta. Shu sababdan materialni vorsini bir xil qilib qo'yishni tavsiya etaman. Masalan, hozir menda material bu tomonga qarab vorsi, bu tomonga qarab silliq tushyapti, hamda bunisi ham silliq tushyapti. Xuddi shunday holatda tengma-teng qo'yib olasiz va qarang, zamok tikilgan tarafini ikkinchi bo'lak materialimizga bunaqasiga yotqizib qo'yamiz. Mana bunday qilib. Ko'rdingiz? Endi qarang, zamokni xuddi shunday mana bu yerga tikib chiqamiz. Agarda tushunmaydigan bo'lsangiz, videoni to'xtatib, orqa-roqqa qaytarib, qaytadan ko'rishingizni tavsiya etaman. Qarang, endi boya zamogimizni tikayotgan paytimizda materialdan 3 cm pastga tushirib tikishni boshlagan edik. Endi ikkinchi materialimizga ham xuddi shunday birinchi materialdagiga o'xshatib 3 cm pastga tushib, keyin zamokni tikib ketishni boshlaymiz. Xuddi boyagindek tegida materialni tortib, zamokni sal bo'shroq qo'yib tikishni davom ettiramiz. Material bilan zamokni tengma-teng qo'yishni tavsiya etaman. E'tiborli bo'ling, agarda siz noto'g'ri tikayotgan bo'lsangiz, ikkita materialni bir xil bichgan bo'lsangiz ham bir tomoni ortiqcha chiqib qolishi mumkin.
Siz e'tibor beringki, materialingiz tengma-teng chiqsin. Masalan, menda hozir zamok tikilgan joyi bilan ikkinchi zamok ulanayotgan tarafi tengma-teng ortib qolyapti. Mana shunday holatda bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek, zamokni tikib oldik. Endi buni o'ng tomonini o'giramiz. Qarang, mana bu yerda zamok tugagan joyi, ya'ni zamok boshlanayotgan joyi. Shu joyini yopamiz, qo'limiz bilan paypaslaymiz. Zamok boshlangan joyidan 1 sm bu yog'iga, ya'ni mana bu yerda zamok boshlandi. 1 sm bu yog'iga zakripka berasiz. Materialni ustida yopgan holatda. Ikkita tomoniga ham zakripka bering. Endi qarang, zamokni 1 sm bu yog'iga zakripka berib oldik. Endi materialimiz tugagan tarafiga ham zakripka berib yuborishimiz shart. Xuddi mana shunday ko'rinishda bo'lishi kerak. Ya'ni qarang, mana bu yerdan ham zakripka berdik, zamok 1 sm boshlangan joyidan ham zakripka berdik. Ikkinchi tarafini ham xuddi shunday zakripka berib olamiz. Yostig'imizning orqa tarafi tayyor bo'ldi. Endi buni yostig'imizga ulab chiqamiz. Bizni 45 ga 45 razmerdagi yostiq jildimizni materialini orqa tarafdagi zamok tikilgan materialimizga moslashtirib to'g'ri qo'yib olamiz. Menda borsi bu tomonga silliq tushyapti, hamda bu tomoni ham silliq tushyapti. Xuddi shunday holatda bir-biriga mana shunday yopamiz. Va materialni burchagini tenglashtirib olamiz. Lekin burchagidan boshlamaymiz. Salgina beriroqdan boshlaymiz. Men masalan hozir 12 sm bu yoqdan tikishni boshlayapman. Faqat qarang, e'tibor bering. Zamok tikilgan tarafi tagida qolyapti. Kant tikilgan tarafi ustida turibdi. Kant tikilgan tarafini burchakdan 12 sm teparoqqa chiqarib, shu yerdan boshlayapman. Zakripka bilan boshlayapman. Tagidagi materialimizni, zamok tikilgan materialimizni salgina tortib, ustidan kant tikilgan materialimizni shunchaki zamok tikkanga o'xshab bo'sh qo'yib tikamiz. Burchakka kelganda e'tibor bering. Kant materialingizning ortib qolgan materiali yostiqning o'ng tomoniga chiqib ketmasligiga e'tibor bering va har bitta burchakka kelganingizda kantning ortib qolgan materialini qo'lingiz bilan bu yoqqa chiqarib yuborishga harakat qiling. Har bir burchakda zakripka beramiz. Nega bu yetmay qoldi? Agarda sizda kant tikilgan tarafi ortib qoladigan bo'lsa, ya'ni tenglashtirib olib kelganingizda 1 sm raznica beradigan bo'lsa, siz tagidagi materialni tortasiz, ustidagi materialni teng qo'yasiz, lekin
ozgina tikib, lapkani ko'tarib, tegda materialni tortasiz. Qarang, lapkani ko'tardim, tegda materialni tortdim. Yana ustidan boyaginday tikib, yana lapkani tortib, ana shunday tikib davom etyapman. Astar tikib ketgan paytingizda kantni bir-biriga birlashgan joyidan sekinroq tikib o'tishingizni tavsiya etaman. Agar qattiqroq, tezroq tikib o'tadigan bo'lsangiz, kant tikilgan tarafi u yoq bu yoqqa siljib ketish ehtimoli katta. Mana kant tikilgan tarafini ham hamma joyini tikib oldik. Endi yostig'imizni burchaklaridan ozgina qirqib yuboramiz. To'rtta burchagidan tikishgacha bo'lgan oraliqni ozginadan qirqib yuboramiz. Bu bizga burchaklarimiz chiroyli chiqib berishiga yordam beradi. Endi yostig'imizni o'giramiz. Yostig'imiz tayyor. Qarang qanaqa chiroyli chiqdi. Zamok tikilgan taraflari ham tekisgina, kant tikilgan taraflari ham tekisgina chiqdi. Bu yostiq tikish videomiz sizga yoqdi degan umiddaman. Biz xudo xolasa yana tikuvchilik haqida bilgan ma'lumotlarimizni, tikish yo'llarini, videolarini qo'yib boramiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.